Assalomu alaykum. Seyitbek Uz kanalining hurmatli obunachilar akalar. Bugun biz Namangan viloyati Chust tumanidagi Chorva bozoridamiz. Shu yerdagi sigirlar narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz akalar. Bugungi sanalarimiz 18-noyabr hafta kuniga yakshanba 2025-yil kuniga yil akalar. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir zonadan like tugmasini bosib, obuna bo'linglar, obuna bo'linglar. Ustaga hormang. Narx nechta ekan sigirimizni? 15 kam bor, 15 million so'm kam. Nechta baho qilishdi aka? Nechta baho qilishdi? 13,5 million so'm baho. Suti bormi aka buni? endi xulosa qatorda qilish sutdan 13,5 million so'm baho bo'ldi. Ustaga bu narxi nechta aka? 17 kam bor. 17 million kam bor, ha? 17 million so'm kam bor. Qonida bolasi bormi aka? Bola tashaganmi? Nechta pul baho qilishdi? 13 million 100 baho qilishyapti ekan. Voy, katta sigirimiz kimdan aka? Narxlar nechta ekan aka? 21 million so'm aytishyapti ekan akalar. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti ekan. Nechta litr suti bor aka buni? Yo'q, qisirga ekan. Bu sigirimiz nechta pul ekan aka? 12 million qilishyapti ekan akalar. Siz nechta pul aytasiz? 15 kam bor. 15 million kam bo'lishyapti. Bu suti bormi? Yo'q. Telefon raqam qoldiramizmi yo sotilib ketadimi? Ayting. 90lik. 699 1202 akalar mana. Manzil qayerda? Manzil qayerda? Karkidondan ekan. Murojaat qilasiz. 12 million savdo bo'libdi, 15 million so'm kam bor deyapti ekan akalar. So'ga ular narxi nechta pul aka? 13 million 700 ming qilishdi. Monosini. Saqishlarni chaynab turibdi akalar. 13 million 700 ming savdo. Suti nechta litr? 5 litr bor. Yetilab 3 litr haftadan 2 litr. 5 litr suti bor ekan akalar. Qonida bolasi yo'q, ha? Bunisi nechta pul ekan? 13 million 200 ming 14 million 200 ming qilishdi. qilishdi, ha? Bitta tuqqan aka. Bitta tuqqan. Nechta litr suti bor? Yo'q. Suti yo'q. Buni narxi nechta pul deyapsiz? 15,5 million so'm kam bor ekan akalar. Telefon raqam qoldiramizmi yo sotilib ketadimi? Ha, bo'ldi. Bozoringizni bersin. So'ga sigirimiz narxi nechta aka? 26 deyapmiz. 26 million deyapti ekan. Nechta baho qilishdi? 20 million so'm baho bo'ldi akalar. Nechta tuqqan bu aka? O'zi biladi va bilmayman. Necha litr suti bor? Suti yo'q. $20 million so'm baho bo'ldi. Bu sigirimiz kimdan aka? Bu sigir. 22 millionga sotildimi? Sigirimiz 22 millionga sotilibdi aka. To'ni boshqacha ekan, chiroyli ekan. Bu sizdanmi? Narxi nechta pul ekan? Narxi 25 million kam bor, ha? Nechta pul qilishdi? 15 million baho bo'ldi. Nechta litr suti bor? Qisirmi?
Sotilib ketadimi, telefon raqam qoldiramizmi? Mayli. Ayting. 97 97lik. 375 375 75 75 54. 54 375 75 54 akalar. Mo'jat burası. Manzil qayerda aka? Shu ustida ekanmiz akalar. Bemalol savdolashaverasizlar. Sigirimiz kimdan aka? Mana savdo bilan. Nespuga? Bilmayman, bashirisini oling aytadi. Sigirimiz akalar. Baho bo'lyapti ekan. 17,5 million so'mga chiqibdi o'zi. 17,5 million so'rashyaptimi? O sigir kimdan aka? So'kam o sigir baho bo'lyaptimi? Jo'sha katta meteodan bosdim qopdi. 17 millionga baho bo'lyapti akalar mana. 17 million ustiga yuravering, sizga o'tdi deyishyapti. Oldiqsinlar. Hop, akalar, vaqtni cho'zmaymiz. Sigir bozori bilan bir qator tanishtirdik. Bu narxi nechta aka? 20 million kami bor ekan. Nechta baho qilishdi? 17 million qilishdi. Akalar, shu yerda videomizni yakunlaymiz bo'lsa. Hop, videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, obuna bo'linglar, obuna bo'lsizlar. Mehnatimizni ozgina qo'llab-quvvatlayverasizlar akalar.